O'tgan ishqa salovat deyish meni yana bir qatam yerga at degan bilan o'xshash. Yaqubning akasi Davud Samandarning mana mushundaq bir qator safsatillari bor edi. Bir qatam Yaqub elib kelgan bingurlarning hammasi izik chiqqanlik uchun Davud tonur beshida qaynab mushundaqroq bir leksiya so'zlagan. Uning leksiyasining ro'yini o'ziga ishlatishimni o'ylab boqmabdi ekanman. Bir kuni men maktabdan yenib, udul rangpizxonaga ketib o'tdim. Yilimi ashu rangpizning furqi g'ilpal ismga kelib qolsa-mu, yenik titrab ketaman. Mana dukkanning ichidan chiqadigan xamirni chanigandagi ovoz dars qo'ng'irqidimi go'zal anglatdi. Avval xamirni yeymi, miyanjingni? Yo'q, avval suydan qinib bir necha yutum ichib olaman. Qolgani andan bir gap bo'la. Dukkanga kirib o'tirib qoldim. Davud 3 qiz savoqdashini u yerda mehmon qilib o'tibdi ekan. Ular yaqin atrofdagi radio televiziya maktabida o'qiydi. Bizning mahallalik dedi u savoqdashlariga meni tanishtirib. Rangpizga eg'ir darajada xumori bor. Puli yo'q chog'da ochiq suvni hukul qilib tomurg'i bir ikki vaqt urib oladi. Qizlarning uningga agishib kulishlari ichimni bak siqdi. Hatto boshqa jo'zidagi mush atrofda chamg'ur satirgan semiz xotinmi ovozini chiqarib sat kulib ketdi. Chechi chiroyli ekan ammo dedi bir qiz menga qarab. Tabiiy budur bor ekan a? Tabiiy budur emas dedi Davud. Anisi kunda rangpiz yedimmi deb chechini qamollab so'roq qilib mushunda qilib aytgan. Chechini yostivasi bo'ldi ekan amsa dedi bir qiz. Ba bunlar rangpizga berib bersa nimaga yostido dedi Davud yana. İstsak mo'chan dedim ichimda. Boshqa vaqtlarda ishtirak tugab ketishdan ansirab, eng go'zal xiyollar bilan yeydim. Bugun ishtirak yeb chiqib ketay desam tugamayotdi. Achchiq kelgan o'xshaydi. Bo'ldi gap qilmanglar dedi bir qiz. Pat-pat achchiq kelib tursa, buning chochlari tik bo'lib budirisi yo'qaydi dedi Davud. Uydagilarning hammasining chechi budirmi dedi bir qiz kulkidan to'xtab. Hammasi bir-birisining chechini qamallab o'ynamaydigando dedi yana bir qizmi. Ey, somkan qilib qoldi dedi Davud putimni eshikdan ep bo'lgandan keyinmi. Bunimi achchiq suvga bir chilib olamsan ya? Men chiqib bo'lgandan keyinmi ularning kulkilari besiqmadi. Uyga berib xeli kamgish parakanda yurdim. Davud ajab meni zangli qilib oldi, ha? Xuddi meni masxara qilsa, u qizlar uni yaxshi ko'rib qolgandek. Tuyuqsiz bir narsa esimga keldi. Elqi kaptar o'g'irlagan odam turmaydigan uyga Yaqub bilan qaytib kirib, ikki narsani qo'lga tushirgan edik. Birisi ujma shexiga esib qo'ygan bir galkaka, yana birisi tomdan elishni unutib qolgan bir maybuyoq rasm jazisi. Men shu jazini olgan edim. Keynini olsam bir xat chiqqan edi. Men qizlarning og'zidan mushundaq muhabbatlik gap chiqadiganligiga hayron qolgan. Ba'zida o'qib texi o'zimga yozilgan xatdek huzurlanib ketdim. Nomsiz yozilgan bu xatning bosh qahramoni bag'ri tosh laqamlik bir baxtli yigit bo'lsa kerak. Buni Davud qilib berib bir o'ch olmaymi? Azroq ko'nirgan bo'lg'achqa daftarimga ko'chirib chiqdim. Lekin boshlang'uchning balsi yozganligi chenib qoldi. Elimi yaxshi xatda yezib bo'lib beraymi bermaymi deb uzun vaqt ikkilandim degan gap bo'lg'achqa shu petida Davudga berdim. Davudga dedim men uningga. Baya yo'lda kelyapsam, tunugun do'konda o'tirganlarning ichidagi birisi buni senga berib qo'y deb berdi. Davud o'zining chaqchaqlarining unumini birdamda ko'rgandek chanoqlari otninkida kerilib ketdi. Atrofiga qarab etib bir og'zimi gap qilmay kirib ketdi. Kechda u o'yning oldida meni saqlab turibdi. Men xatning menga yozilmaganligini aniq bilib turib hayajonga cho'madigan tursam, Davud o'ziga yozilganligini bilib turib hayajonlanmay qolamdi. "Ey, buni senga zodi kim berdi?" dedi u titit bo'lib. "Tunugun Rampizxondagi birisi dedim-ku. Zodi shu uchining qaysisi?" dedi Davud. "Eng chiroyliqimi? U mening buni berganligimni haqqa demay o'ziga bering degan. Shunga men haqqa deb solmay deb uning taqi turqini unutib yutibman. Unutib yutibman deb unutib etgan bo'lamdi" dedi u jili bo'lib. Xatdagi so'zlarning tatliqligi uni kecha mas qilib uxlatmagan bo'lsa, nama'lumligi uni ta'sirlashtirib etgan edi. "Qara" dedi u qo'liga kichik toshdan birini elib, yerga dukkanning xaritasini sizib. "Tunigin men mauslarda o'ltirdim. Sen mayerda o'ltirding-ku?" "Ha" dedim men xaritaga tafsiliy qarab. "Mayerda so'mkamni qo'yib qo'ygan bir deriza bor." "Bo'ldi, derizani sizmasaqim bo'ladi. Ikkisi mening udulimda mayerda o'ltirdi, shundaqmi?" "Bu yer xamiyat o'g'raydigan yerdi." "Ey kalva" dedi u beshimga tangada birini qo'yib. "Sen xaritaning yo'linishini ozg'ashtirib yutib borsan. Masalan, sen maktabingdan mundaq kelding, mana bizdan diyanda." "Bu-chu" dedim men xaritaning yendagi bir toshni ko'rsatib. "Bu nima?" "Bu degan tosh" dedi Davud zarda bilan toshni tepitib. "Qara, sen mana taraf bilan kelding. Biz ma tarafdan keldik. Dukkanning ishki mana ma yerda." U tushuntirish uchun menga shaharning yerimining xaritasini sizib chiqdi. Men u tafsiliy anglagan qiyofada so'radim. "Dehqon bozori nega tushidi?" "Dehqon bozorini sizib nima qilasan?" U zarda bilan qo'ldagi toshni tashlab qo'pib ketdi. Men u tashlab etgan toshni elib yerga engishdim. "Men to'g'ri tushuna olmayapman aka. Masalan, mavuni bizning jungu deyli" dedim men to'g'ri o'xshaydigan bir narsa sizib. U texami zarda bo'lib topini bilan yerni netchini cho'qib etdi.
Ey, sana xat bergini zade mening yenimde o'ltirganmi yoki mening udilimda o'ltirganmi? Sen meni zanliq qilsang, men beshimni ko'tarib ularga tuzukrakmi qaraya olmadim. Qaysisi nerede o'ltirdi toza yodimda yo'q. Eng juq kulgunimiz shugu deyman. Men seni zanliq qilmadim, dedi Davud o'zini aqlab. O'zimning inisi Yaqubdek ko'rib chaqchaq qildim xolos. O'g'u shu, o'mi sening chaqchiqanga kuyib qilib yozgan gap. Närimga kuyib qolganligini ayrishni o'zimga qo'y. Hozir ma'u xatni kuchining qaysisi berganligini ayirib bermasam bo'lmaydi. Xatga ismini yozmabdimi? Yozmabdi shu, dedi Davud. Keyin yana birisi sana berib qo'y deb xat bersa, cho'qim dadisining ismini qo'shib so'rab olaman. Bo'lmasa, dedim men bir oz sukutdan keyin bir amal topgandek. Sizlarning maktabning qizlari kunda yo'lda menga qo'tan-qo'tanlab uchrab turdi. Senmi uningga bir javob xat yozsang, men yo'lda ko'rgan chaqda uningga berib qo'ysam bo'lmamdi. U uyga kirib ketib, xeyli ozoddan keyin chiqdi-da, hech kimga bermay shuning qilib berdeginicha bir xatni tutqizdi. Mening kutgan narsam mushu edi. Kechtirli uning uyiga bardimda, onasidan qasdan holda Davud kam bormi deb so'radim. Odatda Yaqubni izlab kirdigan odamning biroqla Davudni izlaydigan bo'lib qolganligidan hayron qolgan onasi nima qilatding deb so'radi. U menga birisiga berib qo'y deb bir xat bergan. U degan qiz bolani topolmadim. Shuni qaytarib beray degan. Akal men berib qo'yay. Men xatni berib asta yenib chiqdim. Kechda Davuddan bir muncha til anglagan bo'lsam-mu, dardimni chiqarib oldim-da. U yozgan xatni men o'qib numus qilib ketgan edim. Davud xatida muhabbatsiz shir bo'lgandan sadoqat ko'rsatga lalma ishti bo'lishga roziman deb yozibdi ekan. Amaliyotda u menga rahmat etsinmi bo'ladi. O'qish bitiribla uni o'ylab qo'yishning sababimi shu xatdan bo'lsa kerak. Chunki onasiga u xat bir buqining mo'rishdek anglangan bo'lishi aniq. Men ishlar mushning bilan tugaydi deb o'ylagan edim. Lekin Davudning mo'rishi texmi quturab meni hech oromimda qo'ymadi. U kunda kechda eshikning oldida paydo bo'lib, "Bugun ko'rdimmi?" deb so'raverdi. Birer hafta o'tgandan keyin heliqi do'konga kirdim. Bu yerda heliqi chamg'urchi xotin turardi. "Qachonli qarsa mushini yeydi ekansan?" dedi u meni taniydigandek. Umi o'tganda Davudning chaqchiqiga aralashib, toza sat kulishib bergan edi. "Sizmi yeydikansiz-ku?" dedim men uningga qo'shaqmagandek. "Men amal yo'q yeyman-da", dedi u. "Mushining puliga mavu chamg'urni elib onang akirib bersang, chiroyli tamoq etib bersa shuni yesang bo'lmamdi?" "Chamg'ur elish mening vazifam emas", dedim men. "Uning ustiga tattiq bo'lmasa, mushnimi oldingmi deb gap anglab nemish qilaman? Tattiq bo'lmay qolsa pulini yondirib sotaman balam." "Sotgan pulni qaytarib bergan savdogarni tex ko'rib boqmadim-jimi", dedim men uningdan qutulmoqchi bo'lib. "Ishonmaganga xat yozib berib sotaman." "Xat?" dedim men bir narsa esimga kelgandek. "Rost xat yozib beramsiz?" Oxir u menga do'kondan bir parcha qog'ozni olib, "Chamg'ur tattiq bo'lmay qolsa puli qaytadi" degan mazmundagi latincha xat yozib berdi. Uyning oldiga borsam, Davud yana meni saqlab turibdi ekan. "Bugun ko'rdingmi?" dedi u yana. "Ko'rdim", dedim uning hayajon bilan. "Heliqi Rampizxonning oldida turdi." Davud oldirab mangdi. Noma'lum Laylaning dardi uni qip-qizil majnun qilib etgan edi. "Ash shu", dedim men yo'lning qarshi tarafida kelib chamg'urchi xotinni ko'rsatib. "Qaysi?" dedi Davud, xuddi men uningga kang qumliqni ko'rsatayotgandek. "Ovi chamg'ur setayotgan xotinchi." Davud birisi uningga "Seni tuqqan o'z onang shu" degan taqdirdami bunchalik chekchaymagan bo'ladi. "Ey, chaqchaq qilib o'tamsan ya", dedi u mening yoqamni tutib. "Eliq kuni men bilan rampiz yeganlarning birisi degantin-ku. Ashumi yeganti aka, sening chaqchiqingga hammadan bakrak kulganmi shu?" Davud bir qizning muhabbatidan o'zini oq otliq shahzoda chaqlab kelayotgan bo'lsa, hozir biroqli qari eshak ta'tir minib sazoy bo'layotgandek his qilib qoldi. U gap qilmay ketib qilishni o'yladi-yu, o'zini haqoratlagan bu ishga qat'iy chidab tura olmay ayolning yeniga bordi. "Mavu balaga xatni siz yozib berganmidingiz?" dedi u o'zini tutib olgandek. Ayol Davudning alfozini ko'rib hayron qolgandek javob berdi. "Ha, men yozib bergan. Qandaq, tattiq emasmikan?" "Yomon tattiq ekan", dedi Davud ta'ni qilib. "Ashundaq bir nimalarni yozib berganingizni yo'ldoshingiz bilsin, nima deb qolar? Biz shundaq yozib berib sota olamiz. Nima deydi? Balan yozibsan deydi." "O'tib ketgan mazmu ya eringiz?" dedi Davud hayron qolgandek. Ayol bu gap bilan qo'ldikini qo'ydi-da, "Kim mazkan el lomzalla" deginicha Davudning yoqsiga esildi. U xotinning chamg'urning tattiqligi ajabnarlik emaskan. Har bir ig'iz gapi necha mo'yarga o'g'it bo'ladi ekan. U Davudning yoqsiga esilib, uni gap qildirish emas, tiniq olg'inimi qo'ymadi. "Nim bo'ldi" deginicha bir necha yo'lovchi ariq tushgan bo'ldi. Ayol har bir yo'lovchiga uni qaytadan bir tillab berdi. Davud bo'lsa xatning ishini deb yurmadi. Bu uning mardonligi emas, balki oqilonligi edi. Bu ishni deb yursa, u ma'lida chamg'urchi xotinning muhabbati deydigan laqamga qilishni aniq biladi. Davud oxiri yoqsini o'ngshig'inicha qutulib chiqdi va 10 qadamlab menib bo'lgandan keyin kayniga o'rilib, aram birni tillay oldi. Men u kuni nayt shirin uxladim. Ertasi tuyuqsizlik xonim ishxonasiga chaqirdi.
Ha, Bağrıtaş yigit, kim yazdı mavuni, dedi u manga daftarni ko'rsatib. Heliqi kuni men xatni ko'chirib yozib baqqan daftar uning qo'lida turadi. Uni yirtib yutishni unutib, topshiriq deb berib yutibdiman emasmi?